Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun siz bilan undirilgan mosh tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1 piyola mosh kerak bo'ladi. Moshni yaxshilab yuvib olamiz. Video davomida undirilgan moshni inson organizmi uchun qanday foydali jihatlari borligini aytib o'taman. Yuvib olgan moshimizni usti yopiladigan idishga solamiz. Va ustidan suv quyib 24 soatga olib qo'yamiz. Undirilgan mosh eng yengil hazm bo'ladigan dukkakli mahsulotdir. Mana oradan 24 soat o'tdi. Moshimizni ochib ko'ramiz. Mana shunday ishib, moshimiz kattalashdi. Undirilgan moshni yana bir yaxshi jihatlardan biri qon bosimini tartibga soladi. Moshimizni yaxshilab yuvib olamiz. Mont koskonimizni bir pallayini olib, nam doka bilan qoplaymiz. Moshlarimizni doka ustiga solib, yoyib olamiz. Undirilgan mosh temir, vitamin B va oqsillarga boy bo'lib, ayniqsa bolalar va ayollar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Mana moshlarimizni ham yoyib oldik. Ana endi bunga har 3-4 soatda suv qo'yib turamiz. Mana dokaga solingandan keyin ikkinchi kuni moshimiz mana qanchalik o'sdi, ko'rsanglar bo'ladi. Moshimizga suv quyish oson bo'lishi uchun baklashkan qopqog'ini shunaqa teshikchalar qilib oldim. Har 3-4 soatda mana shunday qilib suv sepilib turiladi. Undirilgan moshni juda ham foydali jihatlari ko'p. Sababi po'stlog'i olingani uchun oshqozonni qiynamaydi. Yengil hazm bo'ladi. Tanadagi zararli moddalarni chiqaradi. Teri va jigar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Mana bu 4-kuni. Mana ko'rsanglar bo'ladi, qanaqangi chiroyli bo'lib moshlarimiz o'sdi. Ana endi 5-kuni. Mana 6-kuni moshlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi, qanchalik chiroyli bo'lib o'sdi. Ana endi undirilgan moshimizni idishlarga solamiz. Undirilgan mosh juda ham to'yimli hisoblanadi. Kam miqdorda yesangiz ham uzoq vaqt to'qlik hissini beradi. Ortiqcha ovqatlanishning oldini oladi. 1 piyola mosh uyutgandim. Juda ham ko'p bo'lib chiqdi. Mana 3-idishga solyapman. Mana menda 3 idishda chiqdi. Ana endi buni po'stlog'ini yaxshilab yuvib tashlanadi. Yuvganda o'zi moshning po'stlog'i ajralib chiqib qoladi. Osongina yuviladi. Yaxshilab yuvib tashlash kerak.
Yana bir foydali jihatini o'qib qoldim. Undirilgan mosh vitamin va minerallarga boy bo'lib, ayollar organizmidagi tabiiy gormonal balansni saqlashga yordam beradi. Bu ayollar uchun juda ham muhim. Shuning uchun ayollarga mana shunday usuldagi undirilgan moshni tez-tez yeyishni tavsiya qilaman. Keyingi videolarimda undirilgan moshdan qanday mazali qilib taomlar tayyorlash va salatlar tayyorlashni qo'yib boraman. Meni kuzatib boring. Mana moshlarimizni ham yuvib oldim. Ana endi buni usti yopiladigan idishga solib, xolodilnikka solib qo'yamiz va kerak paytida ovqatga yoki salatlarga bemalol ishlatishimiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya yozing. Rahmat hammaga.